Hammaga assalomu alaykum. Barcha kabi men ham internetda Abdurahmon Fazilov va Amerikadagi ba'zi bir blogerlarning tortishuvini ko'rdim va Allohga hamd bo'lsinki, ularning tortishuvi yaxshi yakunlandi. Ya'ni bir-birlarini tushunib, xato qilganlar aybini tushunib, kechirim so'rashdi va eng muhimi tuhmatga qolganlar o'zini aybsizligini isbotlab berishdi. Bu narsalarga men ham qandaydir ma'noda guvoh bo'lib turganim oldindan, ya'ni biletlarni sotilishi boshqaga bir gruppada men ham bor edim. Ammo bugun o'sha narsa haqida emas, boshqa narsada gaplashmoqchiman. Odamlarimizda ba'zilari o'sha bilet sotishda haqiqatdan qiynalishdi, sotib olishda qiynalishdi. Bundan kimdirlar foyda ko'rib qoldi va bu menimcha normal holat. Bozor iqtisodiyoti, kimdir oladi, kimdir sotadi, ustiga narx xohlaganlarini qo'yishi mumkin. Endi o'sha gruppada ham hamma insofga chaqirib turdi odamlarni. Shuning uchun men ham, ya'ni odamlarga biletlar sotinglar, o'zimiznikilar o'yinga kirishsin, arzonga, ko'chada qolib ketishmasin degan stadion tashqarisida. Qolib ketganlar ham bo'ldi, afsuski, lekin menimcha aksar odam bilet topa olib kirdi, qimmatroqqa bo'lsa ham. O'zim biletni men onlayn FIFAning marketplace'idan, ya'ni o'zini sayt fifa.com saytidagi marketplace'dan bozoridan olganman, ikkinchi qo'ldan sotiladigan. Bu ofitsialniy, ya'ni hech qanaqa bir odam bilan gaplashmasdan tayyor narsani olasiz. Faqatgina o'sha narxdan yo qimmat bo'lishi mumkin, yo arzon bo'lishi mumkin, lekin yana qo'shimcha 15% sotuvdan ular FIFAning o'zi qo'shimcha pul oladi. Ya'ni men olgan biletlarim narxi o'zi narxida bo'lgan, ustiga hech kim qo'ymasdan sotgan. Va bu narsaga menga yordam berishga albatta Alloh taoloning izni bilan bo'lgan. Yana bir sababchilardan biri bir extension bo'lgan. Extensionda u extension degani, ya'ni sizga bir yordam beruvchi bir kichkina bir dasturcha programma bo'lgan. U kompyuterda ishlaydigan, Google brauzerda ishlaydigan programma bo'lgan. O'sha programmachi orqali men o'zimga bir o'sha eng arzon tiket topganman. Eng qanday omadim kelib qolganki, o'sha tiket eng arzoni va eng yaxshi joyda bo'lgan. O'zimizdagilar bolельщикlar ko'rgan bo'lsangiz, bir qatorda o'tiribdi pastda, o'shaning yonidan, o'sha joydan men ham bilet oldim. U yerdagi biletlar narxi 2000, 1,5 mingdan boshlanar edi kamida. O'yinga yaqinlashganda qimmatlashib ketdi. Xo'p, mana shu narsa extension faqat kompyuterda ishlardi. Mana shu extensionni men gruppada, o'sha Amerikadagi o'zbeklar yig'ilgan gruppada, u o'zi bilet uchun yaratilmagan, bilet oldi sotuvchining ko'proq bilet oldi sotuvchisi bo'lib ketdi. Tarqatgandim o'sha odamlar va shundan keyin menga ko'p odamlar yozishdi. Aka, mana shu narsadan qanday foydalanamiz? Kompyuter, telefonda ishlamayapti deb yozishdi. Va ularga men hammasiga bitta javob, buning uchun kompyuter kerak dedim. Hozirgi zamonda odamlarga kompyuter juda ham muhim bo'lmaganligi uchun odamlar kompyuterdan foydalanmay qo'yishdi. Hammanada telefon programmalar, telefon veb-saytlar va o'sha yetarli bo'lib qolgancha odamlar kompyuter yo'q. Hatto Amerikadagilarda ham kompyuter ishlatishmaydi. Bu normal holat. Endi ularga nima yo'l qoldi o'sha narsani ishlatish uchun, ya'ni o'sha arzonga bilet topish uchun? FIFAning sayti o'zi yaxshi ishlamaydi. Umuman tushunarsiz qilingan. Ayniqsa telefonni yaxshi ishlamar ekan, men buni o'zim keyin ham guvoh bo'ldim. Biletlar narxini ko'rish uchun siz katta bir stadionga ustiga bosib biletlarni ko'rib o'tirar ekansiz, ya'ni narxlarni har bitta joyda ustiga olib borib yoki kategoriyalar bo'yicha belgilab qo'ygan, lekin u har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bunga guvoh bo'ldik, bir necha inson guvoh bo'ldi. Xo'p, ana shu extension kompyuterda ishlaganligi uchun odamlar ishlab olmaganda men bir g'oya tug'ildi. Shu narsani telefonga olib kelish, ya'ni telefonda chiqarish. Va buni uddasidan chiqdim deb o'ylayman. Bir-ikki marta Apple reject qildi. Men faqat telefon ilovani o'zida ochib, veb-saytni ochib qiladigan qildim. Mumkin emas ekan, shuning uchun extension sifatida chiqardim, lekin extension sifatida chiqargan undan ham yaxshi bo'ldi, chunki siz birdaniga o'sha yerdan Safari'ning o'zidan siz biletlarni sotib ola olasiz. Hamma narsangiz yaxshi ishlaydi. Xullas kalom, mana shu extensionga nomini aytib ketaman. Nomi juda ham oddiy, Find Me Seat degan. O'sha App Store'ga yozib ko'rsangiz chiqadi. Sizga yoki sizning tanishlaringizga bilet kerak bo'lsa, o'shadan foydalanib o'zlariga eng arzon bilet, marketplace'da bo'lgan eng arzon bilet sotib olsalar bo'ladi. Va eng muhimi, hech kim aldanib qolmaydi mana shu narsadan keyin. Chunki birovga aldanib pul tashlab berganlar ham bo'lgan, kuyib qolganlar ham bo'lgan
o'sha narsalar bo'lmaydi, chunki bu yerda siz FIFAni o'zidan olasiz va sizga sotayotgan odam ham bu narsaga o'zgartira olmaydi, o'rtada turgan boshqa odamlar ham bo'lmaydi hech qanday. To'g'ridan to'g'ri sotib olasiz. Havolani Telegram gruppani topishingiz mumkin yoki o'zingiz Find Me Seed deb qidirib ko'rishingiz mumkin. Threadsga ham qo'yib ketaman agar mumkin bo'lsa o'sha yerga. O'sha havolani yaqinlaringiz bilan ulashing, ishlatib ko'ring. Savollaringiz bo'lsa menga yozing. Kelajakda, yaqin kelajakda mana shunday inshaalloh mana shunday foydali ilovalarni, dasturlarni chiqarish niyatim bor va bunda menga albatta AI ya'ni sun'iy intellekt yordam beradi. Bu haqida men asosan Telegram gruppamda yozib o'taman. Bu ham qiziq bo'lsa, izohlarda yozib keting, qanday qilishim haqida yoki Telegram gruppamga o'tib ko'ring. O'sha yerda ham qiziq narsalarni qo'shib ketaman. Hammaga sog'lik, salomatlik va baraka tilayman. Ayniqsa FIFAda bilet olmoqchi bo'lganlarga baraka tilayman. Ishlaringizga omad bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.